Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videoda yoshga doir pensiya va nafaqa haqidagi muhim savollarga sodda va tushunarli tarzda javob beramiz. Videoni oxirigacha ko'ring, barcha tafsilotlarni bilib olasiz. Avvalo, yoshga doir pensiya bilan yoshga doir nafaqa o'rtasidagi farq haqida gaplashamiz. Ko'pchilik bu ikki tushunchani bir xil deb hisoblaydi, lekin amaldagi tartibga ko'ra ular ullay alohida to'lov turlaridir. Yoshga doir pensiya bu fuqaroning mehnat faoliyati davomida orttirgan ish stajiga asoslanib beriladigan to'lovdir. Uni olish uchun kamida 7 yil ish stajiga ega bo'lish talab etiladi. Pensiya yoshi erkaklar uchun 60 yosh, ayollar uchun 55 yosh etib belgilangan. Shu yoshga yetib yetarli staj mavjud bo'lsa, fuqaroga pensiya tayinlanadi. Endi yoshga doir nafaqa haqida. Bu to'lov esa yetarli ish stajiga ega bo'lmagan fuqarolar uchun mo'ljallangan bo'lib, davlat tomonidan ijtimoiy yordam sifatida beriladi. Agar fuqaroning ish staji 7 yildan kam bo'lsa, u pensiya emas, balki nafaqa oladi. Nafaqa yoshi erkaklar uchun 65 yosh, ayollar uchun 60 yosh hisoblanadi. Demak, asosiy farq shundaki, pensiya ish staji bor fuqarolarga beriladi va nisbatan ertaroq yoshda tayinlanadi. Nafaqa esa ish staji yetarli bo'lmaganlar uchun bo'lib, kechroq yoshda beriladi. Pensiya mehnat faoliyatiga bog'liq bo'lsa, nafaqa ijtimoiy qo'llab-quvvatlash sifatida ajratiladi. Xulosa qilib aytganda, agar fuqaro kamida 7 yil ishlagan bo'lsa, belgilangan yoshga yetganda pensiya olish huquqiga ega bo'ladi. Aks holda, unga yoshga doir nafaqa tayinlanadi. Shu kabi foydali va dolzarb ma'lumotlardan boxabar bo'lib borish uchun kanalimizga obuna bo'ling va videoni yaqinlaringiz bilan ulashishni unutmang. Keyingi videolarda yana uchrashamiz.